universitetda Tabiiy fanlar fakulteti faoliyatini kompleks o'rganish natijalari yuzasidan tanqidiy yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda fakultet o'quv jarayonining tashkillanishi, talabalar davomati, ilmiy salohiyat, iqtidorli talabalar bilan ishlash, talabalarning ilmiy innovatsion loyihalarga jalb qilinishi, Xemis dasturiga doir muammolar, o'quv adabiyotlarining yaratilishi, professor-o'qituvchilar tomonidan dars mashg'ulotlarining sifatli olib borilishi, ustoz-shogird maktabi, tutorlar faoliyati, ijara xonadonlar nazorati kabi muhim masalalar ko'rib chiqildi. Oliygoh rektori Bahodirjon Shermuhammadov tomonidan yurtimizda tub burilishlar davri kechayotgan bir davrda Yangi O'zbekiston platformasini ilmiy asos ustiga qurilishi, bu esa oliygohlar yetishtirib berayotgan aqlli, vijdonli, vatanparvar, yetuk avlodlar ekani ta'kidlab o'tildi. Millatni jipslashtiradigan, millat tarixida tub burilish yasaydigan, ilm-fanda inqilob qiladigan toifa bu ziyolilardir. Shunday ekan, millatning farzandlari uchun har birimiz mas'ulmiz, deya ta'kidladi rektor o'z so'zida. Yig'ilish yakunida o'rganilgan kamchiliklarni bartaraf qilish uchun qator chora-tadbirlar belgilandi va soha prorektorlariga tegishli vazifalar yuklatildi.